Bugun hammani qiziqtirgan o'sha savolga javob topamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum toyibin. Sizlar bilan ustoz Muhammad, arab tili mutaxassisi. Barchamiz bilamizki, arab tilida 28 ta harfimiz mavjud bo'lib, bularning ba'zilari bir-biriga o'xshash, ya'ni sinonimi mavjud. Bugun hammani qiziqtirgan o'sha savolga javob topamiz. Bu sinonim harflarni bir-biri bilan almashtirib, ya'ni chalkashtirib qo'ysak, ma'noda qanday o'zgarish yuz beradi? Xo'p, bilamizki bizda 3 ta s mavjud. Sin va sa va sod. Agar biz saro sin bilan aytadigan bo'lsak, bu yurmoq degan ma'noni anglatadi. Saror rajulu fil masa, ya'ni kishi kechqurun yurdi. Sa bilan aytadigan bo'lsak, sara sha'bu, ya'ni xalq qo'zg'olon ko'tardi. Sara ya'ni qo'zg'olon ko'tarmoq. Sara o'zgarmoq, ya'ni sara rajulu solihan, kishi solih bo'lib o'zgardi degan ma'noda kelyapti.